Bugun biz siz bilan termodinamika bo'limiga doir masalalarni ishlashimiz kerak. Bundan oldin termodinamika bo'limiga oid nazariyalarni berib o'taman. Termodinamika bu energiya va uning o'zgarishlarini o'rganadigan fizika bo'limi. Uning asosiy qonunlari koinotdagi barcha jarayonlarning fundamental tamoyillarini belgilaydi. Buni o'rganish muhandislikda, kimyoda, biologiyada va boshqa ko'plab sohalarda ahamiyatga ega. Termodinamikaning birinchi qonuni bu energiyaning saqlanish qonuni deyiladi. Siz energiyaning saqlanish qonunini mexanika bo'limida ham duch kelgansiz va tushunchaga egasiz. Demak, termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra energiya hech qayerga yo'qolmaydi va u bir holatdan ikkinchi holatga o'zgaradi. Energiya bir shakldan ikkinchi shaklga o'tishini kundalik hayotimizda yorug'lik energiyasi issiqlik energiyaga o'zgarishi, kimyoviy energiya elektr energiyaga aylanishi yoki kinetik energiya potensial energiyaga aylanishini ko'rishimiz mumkin yoki teskarisi. Demak, keyingi holatda energiya yo'q bo'lmaydi va o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Demak, energiya doimiy ravishda koinotda mavjud. Tizimning ichki energiyasi o'zgarishi tizimga berilgan issiqlik va bajarilgan ishga bog'liq bo'ladi. Yuqoridagi formula orqali, demak, sistemaga berilgan issiqlik miqdori, ichki energiyaning o'zgarishi hamda gazlarning bajargan ishiga teng bo'lar ekan. Va formulasi Q teng delta U plus A ga teng ekan. Masala shartida agar tashqi kuchlar ish bajardi deb keladigan bo'lsa, bu yerda ish manfiy bo'ladi. Agar sistemaning ichidagi gazlar ish bajaradigan bo'lsa, bu yerda musbat olasiz. Aynan shu uchun masala yechish davomida siz bunga e'tibor berishingiz kerak. Termodinamikaning ikkinchi qonuni bu entropiya va jarayonlarning yo'nalishini ko'rsatadi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni energiyaning sifatini, jarayonlarning tabiiy yo'nalishini belgilaydi. Bu qonun entropiya tushunchasini kiritdi, ya'ni tizimdagi tartibsizlik yoki xaotik darajasini o'lchaydi. Bundan tashqari, termodinamikaning ikkinchi qonuni shuni ko'rsatadiki, tabiatdagi barcha hodisalar doim oldinga qarab intiladi. Va bu holatda har doim ma'lum bir holatda, demak, doimiy tartibsiz xaotik harakatda bo'lar ekan. Ikkinchi qonunga ko'ra har qanday izolyatsiyalangan tizimda entropiya kamaymaydi, balki ko'payishga intiladi. Bu esa energiyaning tarqalishiga va tizimning yanada tartibsiz holatga o'tishiga olib keladi. Entropiya ko'payishi tabiiy jarayonlar doimiy ravishda tartibsizlikka intiladi. Misol uchun, siz tasavvur qiling, uyingizni bugun tozaladingiz va bir hafta tozalamaydigan bo'lsangiz, o'zidan baribir tartibsiz holatga kelishni boshlaydi yoki chang bo'lishi mumkin. Buni kundalik hayotda kuzatamiz. Issiqlik har doim issiqroq jismdan sovuqroq jismga o'tadi. Masalan, birorta idishga issiq suvga muz bo'laklarini qo'yadigan bo'lsak, bu yerda har doim issiqlik sovuq muzga o'sha issiq suvdan o'tadi yoki buni teskari holati bo'lishi mumkin emas. Ya'ni sovuq muzdan o'zidan issiqlik chiqarib, bu suyuqlikka berishi mumkin emas. Bu tabiat qonunlariga zid. Energiya foydali ishga aylanishida sifatsizlanadi. Demak, termodinamikaning ikkinchi qonunini bundan tashqari biz qaytmas jarayonlar ham deb ataymiz. Qaytmas jarayonlar tabiatdagi barcha jarayonlar doim oldinga intiladi. Masalan, biz nihol ekadigan bo'lsak, bu nihol katta bo'lib daraxt bo'lishi mumkin, lekin daraxt holatidan yana nihol holatiga qaytmas ekan. Demak, termodinamikaning ikkinchi qonuni mana shu. Endi biz asosiy termodinamika bo'limida ishlashimiz kerak bo'lgan formulalar bor hamda molekulalarning erkinlik darajasi degan tushuncha bor.
molekulalarning erkinlik darajasi turli xil atomdagi molekulalar uchun turlicha bo'ladi. Hozir siz bilan mana shu molekulalarning erkinlik darajasini qanday keltirib chiqaramiz va asosiy formulamizga qo'ygan holatda masalalar yechamiz. Endi siz bilan bir necha atomga ega bo'lgan molekulalarning erkinlik darajasini hisoblashni birgalikda ko'ramiz. Birinchi holatda bir atomli molekula uchun erkinlik darajasini hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni erkinlik darajasi x, y va z o'qi bo'yicha aynan bu molekulalarning harakati hisoblanadi. Umumiy erkinlik darajasi bu yerda gaz sifatida qaraydigan bo'lsak, bunda ilgarilama harakati bor hamda aylanma harakati bor. Ilgarilama harakatda bir atomli molekula uchun 3 ta o'q bo'yicha ham harakatlana oladi. X, y va z o'qi bo'yicha ham ilgarilama harakati mavjud. Shuning uchun ilgarilama harakati bu yerda 3 ga teng. Aylanma harakatga keladigan bo'lsak, agar biz buni z, x, y o'qidan kuzatadigan bo'lsak, aylanma harakatini ko'rolmaymiz. Shuning uchun aylanma harakat 0 ga teng. Demak, umumiy erkinlik darajasi bu yerda 3 bo'lar ekan. Yuqoridagi ichki energiya topish formulasida u teng E taqsim 2 m taqsim molyar massa RT. Hozir mana shunga doir masalalar ko'rganimizda siz agar masala shartida bir atomli gazning demak aylanma harakatidagi ichki energiyasini toping degan chalg'ituvchi savollar ham kelishi mumkin. Mana shunda siz to'g'ridan to'g'ri ichki energiyani 0 ga teng deb ketishingiz kerak. Demak, masalalarda bunga e'tibor beramiz. Ikkinchisi, ikki atomli molekulalar uchun ilgarilama harakatni ko'ramiz. Demak, 3 ta o'q bo'yicha ham ilgarilama harakat mavjud. Ilgarilama harakat demak erkinlik darajasi 3 ga teng bo'ladi. Endi aylanma harakat mavjudmi deydigan bo'lsangiz, hozir z o'qida joylashgan deb qaraylik. Bu molekula atomini z o'qidan kuzatadigan bo'lsak, aylanma harakatni ko'ra olmaymiz, to'g'rimi? Chunki mana bu holatda aylanma harakat qilganda ko'ra olmaymiz. Lekin y o'qidan va x o'qidan kuzatganimizda aylanma harakat mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ikkita o'q bo'yicha aylanma harakati mavjud bo'lgani uchun demak, erkinlik darajasi 2 ga teng. Umumiy holatda erkinlik darajasi 5 ga teng. Xuddi shunaqa masalalarda kelishi mumkin. Ikki atomli gazning demak aylanma harakatdagi ichki energiyasini toping degan savollar ham bo'ladi. Bu shuni anglatadi, demak, ilgarilama harakatda so'ralmayapti. Aylanma harakatda keladigan bo'lsa, demak, yuqoridagi formulani o'rniga e ni o'rniga 2 qo'yib ketishingiz kerak. Agar masala shartida umumiy holatda aytilmasa, to'g'ridan to'g'ri 5 olib ketasiz. Yoki teskarisi bizga faqatgina ilgarilama harakatda yoki faqatgina aylanma harakatdagi ichki energiyasini toping deydigan bo'lsa, demak, bunga e'tibor berasiz. Xo'p, uchinchi holatda demak 3 atomli molekulalarga e'tibor qaratamiz. 3 ta atomdan iborat. Demak, ko'rib turganingizdek 3 atomli molekulalar 3 ta o'q bo'yicha ham ilgarilama harakati mavjud. Shuning uchun 3 ga teng. Endi aylanma harakatini kuzatadigan bo'lsak, z o'qidan turib y o'qidagi demak molekulalarning aylanma harakatini ko'ra olishimiz mumkin. Yoki x o'qidan kuzatsak yoki z o'qidan kuzatsak, bu shuni anglatadi. Demak, aylanma harakat 3 ta o'q bo'yicha ham mavjud ekan. Demak, bu ham 3 ga teng. Umumiy holatda erkinlik darajasi umumiy holatda 6 ga teng ekan. Endi biz siz bilan shunga doir masalalar ko'ramiz va masalalarni yechishda hozir yuqorida ta'kidlab o'tgan, demak, bilishingiz kerak bo'lgan asosiy qoidalarga e'tibor qarating va aynan bu erkinlik darajasini bilish keyingi masalalarda siz osonroq masala javobini topishingizga yordam beradi. Keling, endi quyidagi masalani bajaramiz. Masala shartida 1,5 ko'paytirilgan darajasi 5 newton taqsim metr kvadrat bosimda bo'lgan 2 litr hajmli idishdagi 2 atomli gaz molekulalari issiqlik harakatining energiyasi nimaga teng deyilyapti. Bu yerda hajm 2 litr, buni metr kubga o'tkazishimiz kerak. Metr kubda 2 ko'paytirilgan darajasi -3 metr kub.
va bosimni quyidagi holatda 150 kilopaskal ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Va endi siz yuqorida erkinlik darajasini hisoblashni o'rgandingiz. Demak, 2 atomli gaz molekulalari uchun erkinlik darajasi 5 ga teng edi va bu orqali demak issiqlik harakat energiyasini topishimiz kerak. Shu yerda biz qaysi formuladan foydalanishimiz kerakligini o'ylab ko'rishimiz kerak. Demak, bizga bu yerda Mendeleev-Klapeyron tenglamasi kerak bo'ladi hamda ichki energiya. Mendeleev-Klapeyron tenglamasi demak bosim bilan hajm ko'paytmasi m - molyar massa RT ga teng edi. Ichki energiya formulasi yuqorida yozgandek, u teng E/2 m - molyar massa. Masala shartida bizga 2 atomli gaz aynan qanaqa turdagi gaz ekanligi noma'lum va massasi, temperaturasi noma'lum bo'lgani uchun m - molyar massa RT ni o'rniga bosim bilan hajmning ko'paytmasini qo'yib yuboramiz Mendeleev-Klapeyron tenglamasidan. Va bu yerda formula u teng E/2 ko'paytirilgan bosim hamda hajm PV ko'rinishidagi formula hosil bo'ladi. Bu yerda 2 atomli gaz molekulasi degani uchun aynan 2 atomli gaz molekulasining erkinlik darajasi ilgarilama va aylanma harakatdagi erkinlik darajalarini umumiy yig'indisi 5 ga teng edi, to'g'rimi? I ni o'rniga 5 qo'yamiz. Demak, bosim hamda hajm ko'paytmasi buni 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, javob 750 joulga teng ekan. Ikkinchi masalaga e'tibor qaratamiz. Masala shartida 7 gradus temperaturadagi 1 kilogramm azot molekulalarining aylanma harakat kinetik energiyasini toping deyapti. Demak, berilgan 7 gradus biz asosiy birlikka o'tkazishimiz kerak kelvinga. Shu uchun 273 qo'shamiz, 280 kelvin bo'ladi. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak, azot 2 atomli, lekin masala shartida aynan aylanma harakatdagi erkinlik darajasi so'ralyapti. Agar bu so'ralmaganda biz 5 olib ketgan bo'lardik erkinlik darajasini o'rniga. Hozir faqat aylanma harakatdagi erkinlik darajasi so'ralgani uchun 2 qo'yamiz. Bu yerda avvalo modda miqdorini topib olsak, modda miqdori Newton m/molyar molyar massaga teng. Massa ma'lum va azotning molyar massasi 0,28 ga teng va modda miqdori 35,7 mol chiqyapti. Ichki energiya formulasiga olib kelib qo'yamiz. U teng E/2 nu RT edi. Demak, erkinlik darajasini o'rniga 2 qo'yamiz. Modda miqdori bor hamda universal gaz doimiysining qiymati va temperatura bor va bundan 83,000 joule chiqyapti. Ya'ni buni qisqacha 8,3 ko'paytirilgan darajasi 4 joule sifatida olsak bo'ladi. Siz bilan yechmoqchi bo'lgan masalalarimiz bugunga mana shu. O'zingiz mustaqil ravishda Wolkenstein kitobidan olib, yuqoridagi berilgan formulalar asosida nazariyalarga amal qilgan holatda mustaqil ishlashingiz mumkin. Hammaga rahmat.